Assalomu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uchi do'stlar. Biz aktiv faoliyatchimiz Xalmurod Uyg'ur Elsoy yozgan Apamni izlab degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda biz chet el hayotidagi Uyg'urlarimizning murakkab ichki hissiyotlari bilan birlikda o'rtoqlashgan edik. Endi davomini qo'yamiz. Apam bilan atamni qutqizish jarayonida o'zimning yolg'iz hech ish qilolmaydiganligimni 2017-yili his qilgan edim. Kishilik huquq organlariga, media va hukumatga bordim. Hech kim mening hikoyamga ishonmadi. Chunki mendan boshqa biri undaq ishga duchor bo'lganligini aytmagan edi. Harri apandi, sizning oilangizdagilar nimishqa undaq lagerga ilib ketdi? Ular biror qonunsiz ishlar bilan shug'ullanganmidi? Yoki siyosiy faoliyatlar bilan shug'ullanganmi? Siz minglagan, hatto 10 minglagan odam tutilgan bo'lishi mumkin deysiz. Ammo bundaq ahvolni tilga olgan sizdan boshqa odam yo'q. Biz aniqlab boqayli, deb meni bir istakan qahva bilan go'llab yo'lga solgan edi. Shu chaqlarda mening yolg'iz bu ishni dunyoga tunutish mumkinchiligimning bek kichikligini his qilgan edim. Ammo chiqib qarindoshlarga ochiq-oshkora murojaat qilishga petinolmagan edim. Chunki otam onamning tavutini ko'tarishni eng oxirgi armoni qilgan edi. Anashni dafn qildik, atashlar kelolmadi, oldirashgan, deb uchur yetkizdi do'stim. Buni anglab oldimdagi qarg'ayni mushtlab barmoqlarimni qantib oldim. Vaqirab harg'andan keyin yerga tizilib beshimni sangiltib ilojsiz yig'ladim. Sol qo'limda o'ng qo'limning jaynikini tirab turib, o'ng olqinimda peshonamni bosh barmog'im bilan 4 barmog'im orasiga ilib, ching-changallab turib, o'ksib yig'lab ketdim. Kayfiyatimni harakat bilan tangshash uchun uyimning oldidagi o'rmonga kirib, mingib kelishga chiqqan edim. Putlarimning jismimni so'rib ilib ketishga maqdur yo'q edi. "Sana bir ish bo'lmagandi?" deb yenimga keldi biri. Qor teyilib ketib mening vaqirganligimni anglab, yandagi qor teyilish yo'lidan piyodalar yo'liga kelib, uningga qarashqa petinolmadim. Onamning aslimlari ko'z oldimga kelib, uningdan mangu ayrilganligim. Anamning tavutini ko'tarish uchun mening jim turishimni jekilashleri. Mening onamning oldida farzandlik burchimni ado qila olmasligim menga bek og'ir kelgan edi. Sukutning menga elib kelgini onamning tavutining yotlar tarafidan ko'tarilib, yanvardagi so'g'uq go'rga yotlar tarafidan ko'milishi edi. Eng og'ir kelgini mening sukutimning bundaq bir natija berishi, taqdirning menga masxiralik beqishi edi. Shundoq. Taqdir qarshiliksiz sukutda yashashini tanlagan bu bir to'p kishilarning jug'lanmasi bo'lgan Uyg'ur millatiga shundoq masxirlik beqiyotganda qiladi. Yo'q, u masxirlik emas, balki ichinish bilan beqiyotgan edi. Men aslida sizlarga yaxshi bir kelgusini pukkan edim. Ammo u sizlarning sukutinglar bilan boshqa yoqqa burilib ketadigan bo'ldi, deb pichirlagandek qildi taqdir quloq tuvimga. "Doktor chaqiraymi? Qo'ling qanab ketibdi. Paliyingda qon turdi", dedi yenimga kelgan suzuk chiroy Fen qizi. Ko'zlarimdagi yoshlarni quritib, toki uningga qarashqa peting'icha u yenimda turib, dumbamga urib menga tasalli berayotgan edi. Uningga rahmatimni aytib, qaytadan ruhlangandek bo'lib, qorlarni g'achildatib dassab uyimga qarab mangdim. "Endi taqdirga sukut bilan javob qilmayman", dedim o'zimga ovozli qilib. O'zim bilan shundoq mungdishatdim ba'zida. Bu vatandagi chaqlarimda Lükchundan taklimakonga kirib ketib, cho'lda qancha kunlarni yolg'iz o'tkazgan vaqtlarimdan qolgan odatim edi. Amaliyotda inson shundoq insonlar to'pi orasida yashasimi, mohiyatda cho'lda yolg'iz qolgandek yashaydi ekan. Shonglashqimi cho'llarni kesib o'tgan, kangri yayloqlardagi yolg'iz tafakkurga ko'ngan ota-bobolarimiz shundoq insonlar orasidagi ittifoqning ismini Uyg'ur deb qo'ygan bo'lishi mumkin. Chunki yolg'izlikni haqiqiy his qila olgan insonlarla shundoq yolg'izlikdan shakllangan ittifoqning nimadan derak berdiganligini haqiqiy ma'nosi bilan tushunalaydi. İnsanlar arasidagi munosabat amaliyotda uncha murakkablashtirilgan narsa emas.
balki ruhiyatdagi yolg'izlarning urilishi, his tuyg'ularini almashtirishi, masalalarning mohiyati va yechimiga bo'lgan tafakkurni o'rtoqlashish xolos. Qandaqdir oliylik yoki pastlik, qandaqdir yuqorilik yoki tuvanlik mavjud emas. Meni hech ish qilmadimikin deb o'ylab qolmang. Men o'zimni oshkorlamagan bilan Uyg'urlarga oid xabarlarni betimda tarqitib turman. Yerlik tilni bek yaxshi bilaman. Shu atrofimdagi yerliklarga anglatib turman. Dedi oldimda o'ltirgan Uyg'ur cho'kan mening uningga qanday qilish to'g'riliq yo'l ko'rsatishimni, qandaqdir uning ish qilgan yoki qilmaganligi bilan, uning vatanparvar yoki emasligi bilan o'lcham qilib hukm qilishimdan andisha qilgandek. Yanala shu rost gap. Qanday qilishni yoki qilish qilmas haqidagi qarorni hamma odam o'zi berish kerak. Ammo mening o'ylaydiganim, men guvohlik berishning qanchalik foydasi bo'lganligini bir individualga tushuntirishga ojizlik qilaman. Chunki bir o'rtaq holatda hammamiz yoki ko'pimiz shunday qilganimizda millatimizning beshiga kelgan bu fojiani hujjatlashtirganimizda yoki hujjatlashtirayotganlarni shunday usullar bilan ta'minlaganimizda bir o'zgarishni hosil qila olishimiz mumkin. Ammo yakka birining yolg'iz qilgan harakatining undaq bir cho'ng unum yaratishi tas edi. Men qancha 100 parcha ilxat yozdim. Ota-onamning fojiasini qancha ming parcha Twitter qilib tarqatdim. Qancha 100 video ishladim. Qancha o'lgan siyosatchilar bilan so'zlashdim. Qanchalagan faoliyatlarga jazo lageri tutqunlarining oila tavobati sifatida berib, guvohlik berib, Uyg'urlarning umumiy ahvolini tunishtirdim. Bu bir qatim video chiqarib natijasini darhol ko'radigan ish emas, balki izchillikni talab qiladigan jafoliq kurash jarayoni edi. Eng muhimi, bu bir qancha odamning emas, hozirgi fojianing ta'siriga uchragan har kimning bir oddiy inson bo'lish sifati bilan qilishga tegishli insonligi edi. O'z oilasiga ega chiqish madliyindigan qahramonlik emas, balki barliq normal insonlarga o'rtaq bo'lgan bir insonlik xarakteri bo'lishi kerak edi. Uyg'urlar shundoq mungdashlar izlaydi. Ularni g'oyiviy obrazlar orasida tasavvur qiladi. Shunlashqa torlarga odamni jalb qilgan kundalik hayotini tasvirlari, rasmlari bor kishilar yoki shuningdek videolarda so'zlagan kishilarni shundoq mungdash bilib tasavvur qilib qoladi. Mening videolarim sabablik bo'lsa kerak, kishilar meni shu videolardagi kishi, o'z ko'rgan biri deb o'ylab, menga yaqinchilik qiladi. Men albatta xush bo'laman. Yaratilgan bundaq bir obraz mening kishilarning hikoyalarini anglashimga fursat yaratib bergan edi. Odam birdamlik hissiyot uchun dunyoni qurbon qilib ekan, deb so'zini davom qildi u telefonda. Uning mas bo'lib qolganligini ovozdan his qilib bilalaydim. Uyg'urlarda haroq ichadigan Uyg'ur qizlariga bo'lgan qarash yaxshi bo'lmasimi, Yevropada buningdek ahvollar xeyli ko'p ko'riladi. Yevropadagi Uyg'urlar Urumchi voqeasining oldi keyinda ko'chman bo'lgan. Ularning ko'p qismi to'y qilish yeshidagi yoshlar bo'lib, to'rlarda, musofirlar lagerlarida va til maktablarida tunishib, tez to'y qilishganlar edi. Yangi boshlangan musofirchilik bu bir avlod Uyg'urlarning tez oila qurishiga sabab bo'lgan bo'lsa, yana shu musofirchilik madaniyat to'qinishi va kunish bosqichlaridan keyin ularning ajrashishiga sabab bo'lgan edi. Albatta, har bir ishning ajrishi sababi har xil bo'lsa-mu, umumiy jihatdan aytganda, musofirchilikning dastlabki mazgillaridagi yolg'izlik, yot sirash, yot madaniyat muhitidan xiris his qilishlardan shakllangan murakkab ichki dunyosida shundoq bir rohat rayonga erishish orzusida tez chiqishib, tez to'y qilgan, tez bolalik bo'lgan yoshlar moslashish bosqichi o'tgandan keyin Yevropaning madaniyat va dunyo qarashining ta'sirini qabul qilishi bilan oila va muhabbatga bo'lgan qarashlarida yuz bergan o'zgarish, sharqliklarga xos oila va munosabat mas'uliyat tuyg'usining ojizlashishidan kelib chiqqan nurg'un masalalar bilan ajrashib ketadigan ishlar yuz bermoqda edi.
Bulupmu 2017 yılı lager faciasının başlanışı bilen Uygurlarda ruhi yetimlik tuyg'ulari ularning orasidagi munosabatning yerilishiga gungurt bo'lmoqda edi. Turubkining qarshisidagi Uyg'urning menga bu gaplarni deb berishining ichiga tushib ketgan uvalchiliklarni to'kish ekanligini biletdim. O'zi bilan o'xshash tilliq biriga bu sirlarini aytishi uchun ko'p jur'at ketadi. Jazo lagerlari boshlangandan keyin vatan bilan bo'lgan aloqa uzilishi bilan vatan sirtidagi Uyg'urlar asror izlaydigan, bir-biriga hech bo'lmasa ruhiy jihatdan yor yo'lak bo'lishni xohlaydigan bo'layotgan bo'lsa-mu, ammo o'xshamagan dunyo qarashlar, qimmat qarashlar va hukm qilishlar sababli Uyg'urlar orasida o'zaro hesdoshlik kamchil bo'layotgan edi. Ruhiy jihatdagi tushkunlik ig'irlashgan seri Uyg'ur sirash, ammo Uyg'ur bilan bir yerga kelsa hazar aylash psixikasi ig'irlashmoqda. Mening orqamdan gap taps tepiversin. Mening ular bilan chattig'im yo'q, deb so'zini davom qildi telefonning qarshisidagi ovoz. U charchagan bir ona edi. Ammo hozirgidek yolg'iz qilishidagi sababni hech qachon o'zidan ko'rib boqmagan. Hech qachon o'zini shularning sababchisi deb o'ylab boqmagan edi. U yo'ldoshining uni tashlab ketganligini, uning psixikasida masala borligidan, o'zini so'yganlarning qadrini qilmay, aksincha uning jismiga qiziquvchilarga qul bo'lganligini erlarning vafosizligidan ko'ratdi. Oho, qaranglar, men Tinderda kimni ko'rib qoldim? Dunyo mushundoq bo'lib ketdimi, ey ballar? Deb telefonda bir Uyg'ur qizning rasmini bizga ko'rsatishga ulgurdi oramizdagi biri. Tinder loyiq yoki tez munosabat obyekti izlaydigan tor supsi edi. Uning bundoq bir supida ekanligini o'ylab boqmagan edim. Adash, biz nima qo'yda, sen nima qo'yda? Deb astoydil talaffuzda uningga raddiya berib boshlangan bir jumlaning kaynidan. Akila, mom ko'rib boqay. Ohoy, eri bog'i bu qizning, deb hazil talaffuzga yo'tkaldi uning astoydilligi. Uyg'urning xarakteriga singib ketgan bu xil odat Uyg'urning ish qilish uslubiga ta'sir ko'rsatayotgan bo'lsa-mu, ammo Uyg'urning shuncha besimlardimi yanala kuladigan sabab topolishiga, shuncha qayg'uliq kunlardimi yanala o'zining psixikasini tangshiyalishiga eng chong sabab edi. Uyg'urlar hamma ishni chaqchaqqa aylantira oladi. Shundoq chaqchaqlar bilan o'zini tangshiyalaydi. Uyg'urdagi bundaq bir xarakterga Uyg'urni biladiganlarmi hayron bo'ladi. Uyg'urning hayotlik kuchining kelish manbasining birini mush xil xarakter deb faraz qilishadi. Tinderda rasmi tepilgan Uyg'ur qizining Uyg'urlar orasidagi obrazining qandoq bo'lganligini tasavvur qilish tas emas edi. Hamma insonda o'xshash gunohlar mavjud bo'lishi mumkin, ammo ular o'znikini emas, balki boshqalarnikini tepib olishni orzu qilishar ekan. Bu xil odat Uyg'urga xos emas, balki boshqa millatlardami o'xshash bo'lgan insonlik xarakteri ekan. Finlandiyada shuningga o'xshash xarakter bor edi. O'zining xatoligini bilib tursimu, ammo xatolikni avval boshqalardan izlaydi. U qiz bolig'i Tinderda bor ekan. Sen u yerda nima qilasan? Deb so'radim u qizning rasmini bizga ko'rsatib sazoyi qilayotgan u bolaga. Rastim desam, bir Uyg'ur qizning har qancha gunohkor bo'lsa-mu, bundaq sazoyi qilinishini xohlamaydim. Nimalar degan bilan ota-onasidan kichik ayrilgan, musofirchilikda cho'ng bo'lgan bir avlod emasmi? Bu bir avlodning ko'pi to'liq o'ttirni puturibla Uyg'ur jamiyatini ko'rmayla chet elga chiqarib etildi. Ürümçi qirg'inchiligidan qo'rqib ketgan ota-onalar bolalarining kelgusini bo'lg'usi qora kunlarda kech ko'zning g'azonlaridek supurilib ketmasligi uchun ularni bexatar deb o'ylashgan davlatlarga har xil yo'llar bilan chiqarib etgan edi. Uyg'ur jamiyatini ko'rmayla o'zi bir muhojirlar jamoati shakllantirish vazifasini ustiga ilib qolgan bu bir avlodning ustidagi bisim ko'p edi. Ularda an'anavilikka qaraganda yevropalishish ig'ir edi. Mayli uni his qilsin, qilmasin, uni e'tirof qilsin yoki qilmasin, Uyg'urlar madaniyat to'qinishida o'zining kimligida tingirqashda bo'layotganligi bir haqiqat edi.
Shu qizningmi shundaq tangirqashlarda o'zini qabul qilolmaydigan Uyg'ur kimligidan qochirishni talishi, balkim uning kimlik tangirqishida o'zining o'rnini belgilashda qiynalganligidan yoki Uyg'ur jamiyatining insonning bir xatoligi sababli u haqida to'qilgan turli g'aybatlar va ulardan kelib chiqqan ijtimoiy besim va munosabat buzilishlaridan bo'lsa kerak. Men degan o'g'il bola-ku, o degan qiz bola. Uning ustiga tag'i eri bor, bolasi bor. Deb o'zining haqliqligini talabbuzni kuchaytirish, ovozini yuqori ko'tarishdek Osiyoliklarga xos munozara taktikasi bilan kuchlantirmoqda edi. Rostim desam, bu ishlar menga bak har keldi. Chunki u qizni men tunitdim. Uning qanday dardi borligini biletdim. Uning tirishchanligiga qo'l qo'yatdim. Ammo shuni e'tirof qilaman, uning axloqiga gumonim bor edi. Bek ko'p odamlar bilan birga bo'lib boqdim. Bundaq ishlarga duchor bo'laman deb o'ylab boqmabdi ekanman, deb yana so'zini davom qildi. Uning menga telefonda bu gaplarni qilishning haroqning kuchidan bo'lganligiga ishonaman. U balkim sog' bo'lgan bo'lsa, bundaq gaplarni hargiz tilga olmas bo'lg'aydi. Bu hayot o'zimning hayoti. Qanday yashag'im kelsa shunday yashayman. Xalqlarning nima kori? Biz nimishqa Yevropaliklardek yashay olmaymiz? Bu gaplardan bishimga yog'liq ortibla qutulaymikin deb o'ylayman ba'zida. Deb so'zini davom qildi u, uvalchiliklarga chidamaganligini menga eskartib. U rostla uvalchiliklar qolgan edi. Amaliyotda hammamiz shundoq edik. Biz bir-birimizga hesdoshlik qilish o'rniga bir-birimizning obrazini xunuklaştirishga tirishdik. O'zimizning shuncha ko'p gunohlari turib, boshqalarning gunohini izladik. Ularning sabablarini tepib olsak, ularni yer bilan yakson qilg'idek tasvirlashga tirishdik. Shunda qilsak, balkim o'zimizni pok his qilib qilishimiz, o'zimiz tasalli tepib qilishimiz mumkin edi. Bu guvohlik berganning nima foydasi bor ekan? Chiqib namoyish qilib boqdik, muxbirlar ziyorat qilib boqdi. Birer o'zgarish bo'lmadi-ku, Xolmurodjon fukam. Qandoq bo'layotdi ishlar? Deb mug'ambarlik aralash talaffuzda so'raydi mendan ba'zi kishilar. Ishlarning osonla natija berishini, yo'lning qisqasini tanlash bizga singib ketgan edi. Boshqalarning obrazini xunuklashtirish, o'zimizni yaxshi his qilishning eng qisqa musofasi bo'lsa kerak. Shunglashqimi bundaq ishlarga ko'p yo'liqqan edik. Men qandoq bo'lganda bu ishlarning to'xtaydiganligini, sizning tuqqanlaringizning qo'yib berildiganligini bilmayman. Ammo bildiganim sukut qilmasligimiz, passiv bo'lmasligimiz, harakat qilishimiz kerakligi deb qiliplashib qolgan javobimni beratdim shundoq so'raganlarga. Ashu foyda qilgan ishni danglar fukam, shuni bir qilili, mayli nimkasi kessin deb qayta itirishadi menga qaror qilish majburiyatini. Amaliyotda qanday qilsa bo'ldiganligini hech kim bilmaydi. Mening biladiganim harakat qilishimiz, qarshilik qilishimiz edi. Chunki qarshiliksiz hech qachon g'olib bo'la olmaymiz. Mencha bu men bildigan eng qisqa yo'l, eng foyda qiladigan yo'l edi. Ammo bundaq bir ideyani ularga tushuntirish bek tez bo'layotgan edi. Shundaq dabdablik so'zlarni qilib, kishilarni hayajonlantirg'um keladi ba'zida. Ammo undaq qilib ularnimi, o'zimnimi oldig'im yo'q. Agar analiz qilib bilgili bo'ladigan ish bo'lsa edi, bu voqealar chiqishdan burunla mutaxassislar bizni eskartgan. Bundaq ishlarning chiqishining oldini olish tadbirlarini bizga ko'rsatgan edi. Har qancha tez hisoblaydigan kompyuter bo'lsa-mu, uningga hisoblashga kerakli uchurlar kirgizilmasa, u hisoblay olmaydi. Bizning holimizmi dal shundoq. Bizda hisoblashga kerak bo'lgan uchurlar va ularni analiz qilishga kerak bo'ladigan qo'shimcha ma'lumotlar yetarsiz edi. Ularning bir qismini biz o'zimiz bilgan uchurlarni o'rtaqlashish orqali bir yerga ilib kelalisak, yana bir qismini oshkorlangan materiallar, vatandan kelayotgan uchurlar asosida tepish mumkin.
Ammo shu narsalarning hammasi tal bo'lgandimi, nimaning qandaq ish ekanligini bilishimiz notayin. Chunki uni analiz qiladigan aql apparati, yana istixborot analiz supisi bizda mavjud emas edi. Dadamga guvohlik beraymikin deb o'ylayapman, ammo uning qanchalik foydasi bo'lar? Deb so'radi. Gapning temasini, o'zining obrazini xunuklaştırıyotgan kishilarning uni qanchalik azoblaganligidan. Uyg'urlar 21-asrning eng zulmatlik bir fojianing qurboni bo'layotgan mushundaq vaqtda Uyg'urlarda o'zaro hesdashlikning kamchil bo'lishi, qarindoshlik sadoqatining kamchil bo'lishi bu millatni ojizlashtirayotgan passiv qarshilikni talishning eng chong omillarining biri bo'lsa kerak. Vatan ichidagi urug' tuqqanlarining qanday holatda ekanligini bilolmagan, jazo lagerlari haqidagi turli qo'rqinchli xabarlar tarqalayotganda, Uyg'urlar bir-birining ahvolini so'rashga petina olmaydigan bo'lib qolgan mushundaq bir davrda, Uyg'urlar bir-biriga qanday muomalada bo'lishda, xuddi kimlik tingirqishida bo'lganga o'xshashla tingirqimoqda edi. Bu ishning qisqa bir yo'li yo'q. Qanday bo'lganligini bilmayman. Qilsangiz chuqum oxirgacha chidab qilishingiz kerak. Barliq usul choralardan foydalanib, yaxshi tuzilgan bir harakat strategiyasi va planini amallashtirishingiz lozim. Shularning hammasini qilib bo'lsangiz, balkim biror natijaga erisha olishingiz notayin. Sizga ruhlantirish to'g'risi bergim yo'q. Qarorini o'zingiz chiqaring, deb javob berdim uningga odatga aylanib qolgan qiliplashgan javobim bilan. Men o'zimni siyosatchi emas, balki odatdagi biri deyishimdiki eng chong sabab men ruhlantirib kishilarni harakatlantirishni qilolmaydim. To'g'risi unda qilg'im kelmaydi. O'zim bilmagan bir natijani ularga nishon qilib berib, ularning shu nishonga mening qarorim bilan mingib qilishidan kelib chiqqan natijalarga keyincha vijdoniy mas'uliyatni ustimga olib qilishdan qo'rqatdim. Ammo hammamiz birlikda shunda qila olsak, hammamiz harakat qilsak, bu razillikni to'xtata olamiz. Oilamizdagilarga ega chiqqandila ularning bexatarligiga kepillik qila olishimiz mumkin. Dadangizga agar shu yerda biror ish bo'lib qolsa, balkim bir umr vijdon azobida qilishingiz mumkin, deb gapimni davomlashtirdim. Chunki men shundoq o'ylarda bo'lib boqqan. Atamning og'ir diabet kasali borligi sababli atamning ahvolini bilolmagan shu vaqtlarda atamdan ayrilib qolganligimni tasavvur qilib, atamga hech ish qilib berolmaganligimni tasavvur qilib, bek azoblangan edim. Masalalarni nimishqa murakkablashtirib o'timiz. Mening qilishga tegishli aqalli ishim, bir farzandlik burchum deb shunila o'ylasak bo'lmamdi. Yo'lda ketib borganda dadangizni oldiga elib kelib, biri uning qochitiga birni ursa, siz qanday qilardingiz? Qiz bola bo'lishingizga qaramay, dadangizni urg'onga etilib berib, hech bo'lmasa yuzlarini mo'rlaytdingiz, yoqasiga eslatdingiz. Hozir dadangizga qanday ishlarning bo'layotganligini bilmayman. Ammo hozirgi holatingiz dadangizni biri urvatsa, u yerga dadangizni tashlab qo'yib, qechib ketib, daraxtning orqaga o'tib olib, tomosha ko'rganga o'xshab qoldi, deb ichimda o'ylaganni yetib o'tolmay uningga deb soldim. Odatda insonlarni undaq ishtirib turib gap qilishni xolab ketmaydim. Ammo shuningmi kerakligini his qildim. Afsus. Telefonning qarshi tarafidagi turli tushuntirishlar, turli analizlar, turli mulohizlar, turli sabablar to'kilishga boshladi. Shundaq bir reaksiyaning bo'lganligini bilatdim. Mening tafakkur shaklimni qabul qilsgan degan ta'mada bo'lmadim. Chunki uning to'g'riligiga hukm qila olmayman. Hech bo'lmaganda men uchun to'g'ri. Bildiğim yana shu. Passivlik qarshilik qilmaslik. Sukut bizni hech yerga elib borolmaydi. Mayli to'g'ri bo'lsin yoki xato bo'lsin, harakat qilishga petinishimiz lozim. Shundala nimaning to'g'ri yoki xatoligini harakat jarayonida ilg'ab chiqa olamiz. Tajribalarni yakunlaymiz. Bizga kerak bo'lgani bir-birimizning g'uborsiz, pok va gunohsiz bo'lib ko'rinishimiz emas, balki o'zaro hesdashlik, qarindoshlik muhabbati, zulmatda turib qo'lini uzatganlarning qo'lini tortib chiqarish. Aramizda alvastalar ko'p emas, ammo bizning eransizligimiz, rahimsizligimiz, kechirimsizligimiz ularning alvasti bo'lib qilishiga sabab bo'lishi mumkin. Har bir Uyg'ur yolg'izlikqa palangan, yuraklari laqtiqon bo'lgan,
Onunğa çomaq tiqish emas, balki harakatimiz orqali har birimizga ega chiqishimiz lozim. Hayot har kimning o'zining qo'lida. Uni qandoq yashash har kimga bir imtihon. Bu millatning mavjudligi, bu millat a'zolarining har biriga bir imtihon. Uni qutuldirish yoki qutuldirmaslik qarori har birimizda. U qaror tilda yoki dilda emas, balki harakatda elinadi. 2017-yili yo'shirin qilgan faoliyatlarimning natijasida opamni qutuldirib chiqish o'rniga otamningmi kirib ketishiga sabab bo'lgan bo'lsam mumkin. Bu mening psixikamga og'ir zarba va yuk bo'lmoqda edi. Nima qilishimni bilolmadim. Ko'z oldimdagi yo'l Finlandiyaning zulmat qishdagi qorong'u o'rmonlaridagi yo'ldek mushaqqatli bilinmoqda edi. Qilin qorlarni g'ichirlatib, og'ir qadamlar bilan oldimga mangmoqda edim. Bu yo'lning meni qayerga elib borganligini bilolmaydim. Ümidsizlik meni kuchsiz his qildirmoqda. Qorong'u o'rmonda qilin qorlarni kiyib olgan qarg'aylar, bulutliq osmondagi yulduzsiz va oysiz kecha yo'linishimning qayerda ekanligini mendan yo'shirmoqda. Soğuq havo nafaslarim bilan maydamga kirib, yuragimdagi azob va andisha o'tini sovutishga ojizlik qilmoqda. Bu xil holat mening emas, chet elda muhojiratda yashayotgan oilasidagilar jazo lagerlariga sulangan har bir Uyg'urning kundalik hayotiga aylangan mushu kunlarda sukut va qarshiliksiz qilish bizning irodamizni, sharafimizni va g'ururimizni tunjuqtirmoqda. Finlandiyalik do'stlarim bilan yig'ilishlarda bo'lsam-mu, qalbim xushalliqqa qag'jirmoqda edi. İnsonga nisbatan nimaning muhimligini haqiqiy his qilmoqda edim. Sayohatga chiqdim. Mashinani to'xtatib, rolni olqinim bilan urib, yenimdan g'uyuldab o'tib ketayotgan mashinalarga qarab, kuchsiz jismimni asta kabinkadan so'rab chiqishga ojizlik qilib, maydamga urib alamli yig'lab ketdim. Opamning va og'ir diabet kasali bor otamning qandoq bir yerlarda, qandoq kunlarda beshdan o'tkazayotganligini bilmaydim. Opam shu noaniq joyda 8 oy qolgan edi. 8 oy opamning nimalarni yeganligi, qandoq yerda yetib uxlaganligi, qandoq bir dashnamlarga, xo'rinishlarga uchirganligini tasavvur qilishga petinolmaydim. Kichigidan tortib ortiq gap qilishga hazar aylaydigan otamning qandoq kishilarning qandoq hurmatsizliklariga, hatto xo'rlashlariga uchrayotganligini tasavvur qilishga petinolmaydim. Shunda xiyollar kallam kelib qolsa, ochig'ini chiqirdigan yer yo'q. O'zimni shu qadar kuchsiz, shu qadar ilojisiz, shu qadar ojiz his qilib ketatdim. Yaratquchimga o'zimning eng cho'nqir yerlaridagi qo'rqinish bilan duo qildim. Menga bir yo'ruqlik ko'rsatishni, bir mo'jizaning bo'lishini tiladim. Shunda qilib bu qitimli kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelaqatim o'qayli. Xayr, xo'sh, Alloh omonat.